Assalamualaikum warahmatullahi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Administratsiya komissiyasi 2024-yil 6-aprildagi 2 qarorga ko'ra Riska 03-04-06-2021 fil 72-09 raqamli 21 kishidan iborat bugungi kengash majlisida ulardan 19 nafar ishtirok etmoqda. Himoya qilinayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 10 ta fan doktori ishtirok etmoqda. Kengash ishini boshlash uchun kvorum yetadi. Kengash yig'ilishini ochilishi haqida qanday takliflar bor? Ochilsin deganlar bir ketar tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demek bugungi kengashimizda yana bir masala qo'yilgan. Bu ham To'ray va Iroda Sherali Mamatovaning o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlarning badiiy estetik mohiyati va vazifalari mavzusidagi 10.0002 o'zbek adabiyoti ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi himoyasi masalasi qo'yilgan. Ilmiy ravqam filologiya fanlari doktori professor O'rayeva Darmonoy Saidahmedovna, ilmiy kengashda belgilangan rasmiy opponentlar filologiya fanlari doktori professor Sharipova Layla Frunzeyevna, keyingi opponent filologiya fanlari doktori professor Sariyev Sanarjon Matjonboyevich, yetakchi tashkilot Samarqand davlat universiteti, dissertatsiya Qarshi davlat universitetida bajarilgan. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Ma'qul bo'lsa qo'lga tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Endi talabgor ilmiy kengashga topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni va ularning belgilangan talablarga qay darajada muvofiq kelishi haqida ma'lumot berish uchun so'zni ilmiy kengash ilmiy kotibi filologiya fanlari nomzodi professor Abdulla Ahmedovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sho'rayevning yozda 1986-yilda Yakkabog' tumanida Ziyorat universitetida tug'ilgan. Millati o'zbek. 2005-2009 yillarda Qarshi universitetining o'zbek filologiyasi fakultetini tahsil olgan. 2013-15 yillarda esa Qarshi universiteti magistratura yo'nalishini tugatgan. Iroda To'rayeva 20 yillik stajiga ega. To'rayeva 2020-yildan filologiya doktori professor To'rayeva rahbarligida o'zbek romanlarida etnografik folklorizmning badiiy estetik mohiyati va vazifalari mavzusida tadqiqot olib boryapti. Uning dissertatsiya ish mavzusi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Administratsiya komissiyasining 2021-yil 3-sonli ahvolotnomasida e'lon qilingan. Dissertatsiya ishi 2024-yil 9-oktyabr Qarshi davlat universitetining yangi o'zbek adabiyoti va adabiyot nazariyasi haqidagi ilmiy seminardan dastlabki muhokama o'tkazilgan. Nashr etilgan ilmiy ishlar soni 20 ta, shulardan tadqiqot mavzusi yuzasidan oid ro'yxatidagi respublika va xalqaro jurnallar 10 ta maqola, respublika va xalqaro konferensiya materiallarida 19 ta maqola e'lon qilingan. Bitta o'quv qo'llanma nashr etilgan. Mutaxassislik fanlarida a'lo baholarda imtihonlar topshirilgan. Tadqiqotchi oilali 3 nafar farzandi bor. To'rayeva Iroda Sheralining shaxsiy hujjatlari majlisda orqalariga to'liq javob beradigan. Filologiya bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasini himoya qilish uchun barcha hujjatlar mavjud. Ilmiy kengash kotibiga savollar bor, hujjatlar masalasi bo'yicha. Savollar bo'lmasa, demak, shu axborot ma'lumot uchun qabul qilinishi kerak. Agar kelishimga rozi bo'lsa, qo'lga tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demak, mavzusini eshitishdan oldin reglamentni belgilab olsak, odatdagidek, demak, tadqiqotchiga 20 daqiqagacha, opponentlarga 15 daqiqagacha va fikr mulohaza bildiradiganlarga 5 daqiqagacha vaqt belgilasak ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa, qo'lga tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Endi bo'lmasa dissertantga so'z beramiz. O'sha dissertatsiyaning asosiy g'oyalarini bayon etish uchun marhamat.
Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari, sizlarning muhokamalaringizga qo'yilgan tadqiqotimiz o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlarning badiiy estetik mohiyati va vazifalari deb nomlanadi. Folklorizmlar orasida to'y, aza, ibodat, biror kasallikni davolash, mushkulotga yechim izlash maqsadida tashkil qilinadigan xalq tadbirlari orasida shakllantirilgan etnografik folklorizmlar mavjudki, ular o'zbek romannavistlarining ilk urush davri, turg'unlik, istiqlol arafasi, istiqlol davrida yaratilgan namunalarda badiiy asar hamda undagi qahramon personajlarning milliy ruhiy xususiyatlarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etish bilan e'tiborni tortadi. Ana shuning uchun ularning badiiy, etnografik, tarixiy, falsafiy, estetik mohiyati, ijtimoiy-psixologik asoslari, politik vazifalarini chuqur ilmiy ochib berish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Dissertatsiya qilish 3 bob xulosa foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'lib, 140 sahifani tashkil etadi. Dissertatsiyaning birinchi bobi badiiy ijodda etnografik folklorizmlarning o'rni va o'ziga xos xususiyatlari deb nomlangan bo'lib, 3 fasldan tarkib topgan. Uning ilk fasli folklorizmlar tizimida etnografik folklorizmlarning o'rni va spesifikasiyasi deb nomlanadi. Folklorizm bu so'z san'atining professional janrlarda ijodkorlarning xalq ma'naviy merosi va ularning ijod namunalaridan foydalanish mahoratini namoyon etadi. Bu ikkita asosiy modifikatsiyada rivojlanadi. Birinchisi, folklorning kundalik faoliyati an'analariga asoslangan haqiqiy shakllarda. Ikkinchisi, folklorning ayrim hodisalar va elementlarini badiiy ta'sir natijasida o'zgartirish, qayta ishlash yoki uslublash asosida. Folklorizmlarning turlari ko'p. Ular o'ziga xos yapon asosida namoyon bo'ladi. Etnografik folklorizm esa ularning bir turidir. Undan boshqa folklorizmlarning yana quyidagi turlari mavjud. Birinchisi, organik folklorizm. Yarim adabiy, yarim folklorga aloqador asarlarga nisbatan, sintezlashgan hodisaga nisbatan organik folklorizm atamasini qo'llash mumkin. Bunga Xalqaro Ramayana, Riveda, Odissey, Iliada, Kalevala va boshqalar misol bo'la oladi. Ular folklorizatsiyaga uchragan va to'g'ridan-to'g'ri folklor asosiga ega. Ikkinchisi, strukturaviy axborotli yoki tarkibiy informatsion folklorizm. Asl yoki chet el folkloriga tegishli parchalar, xronikalardan tashkil topadi. Uchinchisi, ekzistensial folklorizm. Milliylik va maishiy muhitga asoslangan, tarixiy jihatdan to'g'ri folklor detallari bilan ifodalanadi. To'rtinchisi, generativ folklorizm. Folklor asosiga ega bo'lgan adabiy, epik, lirik yoki boshqa asar syujeti. Bunda ko'pincha xalq hikoyalari asosida yaratilgan generativ kuch bag'ishlanuvchi asarlar misol bo'ladi. Beshinchisi, konstruktiv folklorizm. Axloqiy, psixologik, ijtimoiy, siyosiy va falsafiy ma'nolarni birlashtiradi. U muallifning metafolklorimalarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi. Keltirilgan folklorizm turlarining bu nomlari ma'lum darajada shartlidir. Ushbu tasnifni Kovalyov amalga oshirgan. Bu shartli slavyan folklori va adabiyotda folklorizmlar psixologiyasini o'rgangan. Ammo u ko'rsatgan folklorizm turlari o'zbek asarlari misolida ham ko'rinadi. Folklorizmlarning yana bir nechta turlari bor. Bular birinchisi kundalik folklorizm, ikkinchisi transformativ folklorizm, uchinchisi rasionalistik folklorizm, to'rtinchisi sodda folklorizm, beshinchisi intuitiv folklorizm, oltinchisi tabiiy folklorizm kabi. Bundan folklorizmlarning soni ancha ko'p ekani anglashiladi. Ular har birini alohida tadqiq qilish mumkin. Kundalik folklorizmda tarixiy jihatdan to'g'ri folklor etnografik tafsilotlar bilan to'yingan kundalik fon ostida uning tayanchi bo'lgan millat ruhi ko'rinadi. Transformativ folklorizm generativ folklorizmga o'xshashligi bilan e'tiborni tortadi. Masalan, bundan tashqari rasionalistik folklorizmlarga tom ma'noda barcha folklor elementlarini mualliflik g'oyasi asosida bo'ysunishini aytishimiz mumkin. Masalan, O'tkir Hoshiyevning Juda kechgan umrlar asarida o'lim soyasi to'lqinchi orqali ijtimoiy va shaxsiy fojiali voqealar qanday vujudga kelishi mumkinligi haqidagi g'oya yetkazilishi ko'zda tutilgan. Shu sababli adib o'z asarida urush, to'y, oila, sevgi, o'lim kabi g'oyalar bir-biriga zid bo'lsa-da, ularni bir umumiy g'oya ostida birlashtira olgan. Muallifning kompozitsiyasida va folklordagi tasvirlarning semantikasini o'z davr voqealariga moslab o'zgartirib tasvirlash mahorati uning ratsionalligini ham namoyon etadi.
Masalan, Isajon Sulton voqea darbada romanda mifologik motivlardan foydalanib, folklorga ratsionalistik yondashgan. Ammo folklorizm hamma asarlarda ham mavjud bo'lavermaydi. Birinchi bobning ikkinchi fasli badiiy asarlarda to'y mavzusining etnografik folklorizm sifatida berilishi deb nomlangan. Ma'lumki, to'y mavzusi adabiyotda anchadan beri mavjud. Alisher Navoiyning Sadisxonlar dostonida ham to'y va unda yor-yorning ijrosi tasviriga alohida e'tibor qaratilgan. Ammo bunda to'y tasviri batafsil keltirilmagan. Uning bir o'zani to'yda yor-yor aytish udumi tilga olingan xolos. Muqimiyning to'yi qo'bonchi she'rida esa o'g'liga sunnat to'yi qilib maqtanish, yerdayish uchun urilgan qo'bonchaning nayranglari fosh etiladi. Umuman aytganda o'zbeklarda 3 xil to'y turi mavjud. Birinchisi beshik to'y. Badiiy asarlarda bu to'y tasvirining ko'p misollarni uchratishimiz mumkin. Bunga Oybekning Luqon romanida tug'ilgan chaqaloq uchun qilinadigan to'y bola to'yi deb atalgan. Ikkinchisi sunnat to'yi. Abdulla Qodiriyning Mihrobdan chayon romanida bu bilan bog'liq etnografik folklorizm uchraydi. Oybekning Luqon romanida sunnat to'yining xalq orasida o'g'il to'y deb yuritilishiga ham e'tibor qaratilgan. Yana uning ilgari nihoyatda katta xarajat evaziga dabdabali o'tkazilganligi ko'rsatib berilgan. Uchinchisi nikoh to'y. Bu to'y turining tasviri ko'p uchraydi. Xususan jadid yozuvchilari ijodida ko'proq uchraydi. Chunki jadidlar o'z davrida odamlarning qiyinchilik bilan topgan pulini to'y qilaman deb orzu-havas yo'lida bir kundayoq sovurib yuborishi yoki katta qarzga botib qolishini keskin tanqid qiladilar. Undan ko'ra topganini bolalarini o'qitishga, ilmli qilishga sarflaganlarini targ'ib etadilar. Bu jihatdan Hamzaning Boylar xizmatchi hamda Abdulla Qodiriyning praktik dramalari e'tiborga molik. To'y marosimining qanday o'tishi, jamiyat to'yining a'zolari, to'y egalarining qanchalik madaniyatli, bilimli, rejali ish yuritishini namoyon etadi. Shuning uchun har bir davr to'ylar va to'ychilarning farqi davr nuqtai nazaridan ajralib turadi. Sadriddin Ayni asarlarida to'y mavzusi va to'y tasviri alohida o'rin tutadi. Bunda yozuvchining to'y qayerda bo'lgani, to'ychilarning mehmonlarni kutib olishgani haqidagi mas'uliyatli va e'tiborli, xususan to'y dasturxonining bezatilishi kabi jihatlarga alohida diqqat qaratilgani ko'rinadi. Adibning Mashhur qullar romanida to'y so'zi amri xayr deb atalgan. Adibning Dohimda romanida to'y xudoning xazinasi degan hikmat keltirilgan. Yana shu romanda Zufar tildan ayrim boylarning o'z xizmatkorini o'ylantirish qimmat bahonasida uni katta qarzga botirish voqeasi bayon qilingan. Birinchi bobning 3-fasli badiiy asarlarda dafn tasvirining etnografik folklorizm sifatidagi ifodasi deb nomlangan. Ba'zi asarlarda dafn marosimi bilan bog'liq ayrim holatlarning etnografik folklorizm sifatida aks ettirilganiga guvoh bo'lish mumkin. Shu orqali insonlarga hayotning o'tkinchiligi, o'lim muqarrarligi, umrning abadiy emasligini anglash ko'zda tutiladi. Aytaylik, Nazar Eshonqulning Shamol tutib bo'lmaydi poyasida ham dafn marosimi bilan bog'liq ayrim detallarning keltirilgani kuzatiladi. Unda eri yoki o'g'lining puli uchun zamon oqlardan o'chma olgan, uning itday o'lim topishiga sababchi bo'lgan Bayna momoning vafoti va dafn etishi tasvirlangan. Hikoyada kampirning aynan Laylatul Qadr kutilayotgan oqshom o'z uyida, kelinlik to'shagida jon bergani alohida ta'kidlangan. Chunki har bir musulmon shunday qutlug' kunlarda juma kuni yoki o'z to'shagida o'lim topishni baxt hisoblaydi. Hikoyada murdani yuvish oldidan unga tegishli sandiqni ochib, kampirning o'z o'limligi uchun yiqqan narsalarini olish tasviriga alohida diqqat qaratilgan. Said Ahmadning Ufuq romani tarkibida keltirilgan qochoq qismida Jannat xolaning dafn etilishi tasviri berilgan. Nizomjon unga o'g'il bo'lib hasad tutib tobut oldiga tushadi. Asarda Jannat xolaning o'z bolasi To'qayda qamishlar orasida marosimni kuzatib turadi. Demak, bunda odamiylik fazilatlarini ulug'lash, bu dunyoda chin inson bo'lib yashash o'qish lozimligini o'qitish maqsadida dafn marosimi tasvirdan foydalanilgan. Dissertatsiyaning o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlardan foydalanish poetik tajribasining tadrijiy takomil belgilari deb nomlangan 3 fasldan tarkib topgan 2-bobning ilk fasli folklorizmlarning o'rganilishi va ichki bo'linishi deb atalgan. Adabiyotshunoslikda ko'proq badiiy folklorizm muammosiga diqqat qaratiladi. Badiiy folklorizm adabiyot va folklor o'rtasidagi munosabatlar muammosi bilan bog'liq bo'lib, u o'z navbatida asosan 2 jihatdan ko'rib chiqiladi. Bir tomondan og'zaki she'riy an'analarning individual yozuvchilarning badiiy ijodiga ta'siri, boshqa tomondan adabiy asarning taqdiri folklor bilan bog'liqligi o'rganiladi.
Folklorizm adabiy hodisa. Uning yuzaga chiqishi biror bir ijodkorning badiiy mahorati bilan bog'liq. Folklorizm deganda bu yoki bu yozuvchi tomonidan folklordan foydalanishning xususiy masalalariga diqqat qaratiladi. Fikrimizcha, folklor materiallaridan foydalanishga bunday yondashuv qaysidir ma'noda adabiyot va folklorning adabiyot rivojlanishining turli tarixiy bosqichlarida o'zaro ta'siri jarayonini ochib berishi va yozuvchi asarlarining har birida dominant turni ajratib ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi bobning ikkinchi fasli ilk o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlardan foydalanish maqsad va vazifalar deb nomlangan. Unda avvalo Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanida to'y tasviriga etnografik folklorizm sifatida alohida o'rin berilgan ta'kidlanib, asarda keltirilgan qizlar bazmi, kuyovni kutib olish, nikoh, turmushdan mukofot olish tasviri singari asarning milliligini ko'rsatuvchi muhim o'rinlar sifatida ko'rib chiqilgan. Adib yana kuyov keldi, kuyov ko'rdi, mehr belgilash, nikoh, kuyovga ziyofat singari o'yinlarning amalga oshirilishi ham tasvirlangan. Asardagi kelin kuyovga isiriq solish tasviri ham etnografik detallardan biridir. O'zbek to'ylarini ko'rgan, uni boshidan o'tkazgan kishilar asarda keltirilgan bu kabi tasvirlarni ishonch bilan qabul qiladi. İlk romanlardan yana biri Oybekning Qutlug'xon asarida yanada turfa etnografik folklorizmlarga o'rin ajratilgan. Shulardan biri Arvoh oshi udumidir. Ammo romanda eng ko'p to'y bilan bog'liq tasvirlarga joy berilgan. Aytaylik, romanda shariatga qarab mavlud to'yi qilish udumi, ilgari ba'zilari o'g'lini mavlud to'yi bilan kesgani haqida so'z boradi. Xullas, ilk romanlarda keltirilgan o'zbek xalqi maishiy turmushi bilan bog'liq tasvirlar, urf-odatlar, ulardan qaysilar haligacha saqlanib kelinayotgani, qaysidir iste'moldan chiqib ketgani yoki qaysidir mazmunida yangi turmushga xos o'zgarishlar aks etayotganini bilib olish, umuman ular taraqqiyotidagi transformatsion jarayonlarni o'qish uchun xizmat qiladi. Ikkinchi bobning 3-fasli istiqlolgacha va istiqlol davri romanlarida etnografik folklorizmlar estetikasi deb nomlangan. Urush davri aks etgan hamda istiqlolgacha bo'lgan romanlardagi etnografik folklorizm ko'rinishlarini aniqlash uchun Said Ahmadning Ufuq trilogiyasi, O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi, Juda kechgan umrlar kabi romanlariga murojaat qildik. Chunki ularda to'y va motam marosimi tasvirlariga alohida o'rin ajratilgan. Masalan, Ikki eshik orasi romanida to'y marosimi tasviri uchun alohida bo'lim ajratilgan. Unda kelinning kuyov xonadoniga olib kelishi tasviri ham keltirilgan. Ma'lumki, bu jarayonda odat bo'yicha kelin va kuyov tomon qudalarining kurash tushish, arqon tortish kabi udumlari amalga oshiriladi. Bunda barcha holat hech kuyov tomonga yor bermayotgan edi. Oxirida baribir bo'ysunishga majbur bo'ladi. Bu parcha orqali yozuvchi mazkur xalqona udumning o'lmas an'ana sifatida yashab kelayotganini bildirib o'tishni ko'zlagan. Romanda to'y tasvirini jonli yaratish uchun yor-yor qo'shiqlardan analitik folklorizm sifatida foydalanilgan. Asarda o'zbek oilaviy maishiy marosimlar orasida kelin salom, challa, sovchilik, ma'lum o'sha kabilar bilan bog'liq bir muncha kengroq tasvirlar berilgan. O'tkir Hoshimovning Nur borki soyabon romanida ham to'yga daxldor etnografik folklorizm o'rin ajralib turadi. Unda to'yda sho'x-sho'x to'ylar chalinib, qadahlar jalangani, nutqlar so'zlagani haqida yozilgan. Faridaning dadasi bilan birga ishlaydigan harbiy kishilar qarsak chalib bor ovozi bilan "Borka deb qichqira boshladilar. Kuyov oqimon yopinib o'tirgan kelin tomon egiladi. Bu kabi etnografik folklorizmlarni o'rganish urf-odatlarimizga kirib kelgan yod odatlarni ajratib olishga yordam beradi. Luqmon Burxonning Jaziramadagi odamlar romanida shahardan qishloqqa kelin olib kelish tasviri keltirilgan. Unda keltirilayotgan kelinni kuyovnikiga mashinalar karvoni bilan olib kelish voqeasi tasviri sal oldingi vaqtlarni o'zida aks ettirgan. Buni unda qo'llab kelayotgan Volga, Jiguli, Moskvich kabi yo'llar, ya'ni istiqlolgacha xalqimiz foydalanib kelgan mashinalar tomonidan anglash mumkin. Chunki hozir hech kim kelinni mashinalarda olib kelmaydi. Demak, bunday tasvirlar xalqimizning madaniy hayotidagi eskilik va yangiliklarni anglashga xizmat qilishi muhim hisoblanadi. Dissertatsiyaning 3-bobi qahramonlar milliy xarakterini ochishda yozuvchilarning etnografik folklorizmlardan foydalanish mahorati deb nomlangan. U 3 fasldan tarkib topgan. Dastlabki fasl etnografik folklorizmlarda etnos urf-odatlari tasvirining aks etish prinsiplari deb atalgan.
Hozirgi globallashuv jarayonlarining boshlanish sharoitida noyob an'anaviy madaniyatlarning birlashishi va intensiv yo'q bo'lib kelishi sodir bo'ladi. Bu esa etnografik folklorizmda etnos urf-odatlari tasvirining aks etish prinsiplariga alohida diqqat qaratishni talab etadi. Etnos tushunchasida xalq tushunchasi anglashiladi. O'zbek yozuvchilarining barchasi o'zbek xalqining milliy psixologiyasini ochib berishga intilar ekan, buning uchun uning turmush tarziga xos ifoda va tasvirdan keng foydalanishni namoyon qiladi. Xalqning marosimlari, urf-odatlari, ular orasiga singib ketgan turli irim-sirimlar, ijtimoiy hayot va turmush tarzi bilan bog'liq bo'lganligi uchun etnografik motivlar deb hisoblanadi. Bunday motivlar ma'lum bir etnografik hodisalarni, muayyan bir hududning hayotini aks ettirib keladi. Xalq qahramonlari tilida xalq tili aks etgan turli ular bilan ma'lum bir zamon yoki yashash joyi etnografik hayotning tashuvchilari hisoblanadi. Etnografik folklorizmlar etnografik ma'lumotlar asosida yaratilgan etnografik tasvirlar bo'lib, ular xalq turmushining turli jabhalarini motivlashtirish orqali hosil qilinadi. Ham zamonaviy adabiyot namoyandalari o'z asarlariga etnografik materiallarni kiritganlar. Asarda foydalanilgan etnografik material ijodkor tomonidan hayotning o'zidan, hayotiy kuzatishlardan olingan. Etnografik materialni o'rganar ekan, ijodkor tasodifiy emas, balki zamondoshlari hayotining tipik va eng muhim hodisalariga to'xtaydi. Shu bilan birga yozuvchi o'z hikoyasini keraksiz etnografik tafsilotlar bilan chegallashtirmaydi. 3-bobning 2-fasli qahramon va personajlarning xarakteri hamda psixologiyasini ochishda etnografik folklorizmdan roli deb yuritilgan. Yozuvchilar 4-asar qahramoni personajlarning o'y kechirmalari, xarakter xususiyatlarini olish uchun turli etnografik detallar, to'y yoki aza marosimi, ba'zi udum yoki irimlar tasviridan foydalanishi kuzatiladi. Shu o'rinda qahramon va personajlar milliy xarakter hamda psixologiyasini ochishda etnografik folklorizm muhim badiiy omillardan biri ekani ravshanlashadi. Oybekning qutlug' romanda Nurinsonning o'y kechirmalari va xarakter xususiyatini ochish uchun adib to'y detallaridan foydalanganini misol qilish mumkin. Nurinsonning es-hushi erga tegish bo'lsa-da, o'zini beparvodek ko'rsatishga urinishi bo'y yetgan o'zbek qizlariga xos xususiyat etnografik detal sifatida ko'rsatilgan. Xuddi shu romanda o'zbek ota-qiz munosabatida Mirzo Karimboyning ota sifatida qizi Nurniso bilan musulmon ota qoidasi asosida muomala qilishi ham o'ziga xos etnografik detal tarzida bo'y ko'rsatadi. 3-bobning so'nggi fasli o'zbek romannavislarining etnografik folklorizmlarni shakllantirish mahoratiga xos individual belgilar deb atalgan. Folklorizm ma'lum bir ijodkorning folklor materiallaridan o'zining g'oyaviy, estetik qarashlarini berishda ijodiy foydalanishini anglatadi. Juda ko'p adiblarning asarlarida ijtimoiy turmush voqealarini real aks ettirishga xizmat qiluvchi etnografik folklorizmlarga murojaat qilingan. Ular mazmunan farzand ko'rish va uni tarbiyalash, beshikka solish, beshikdan yechib olish, allab ullash, turmush qurish, sovchilikka borish yoki sovchilarni kutib olish, to'y rasm rusumlari, salomlashish, mehmon kutish odobi, uzoq safarga ketish yoki kelish, o'lim hodisasiga aloqador dafn va aza marosimlari bilan bog'liqligi ko'rinadi. Ma'lumki, keyingi vaqtlarda ayrim taomildagi kabi assalomu alaykum deb so'rashni unutmoqda. Bunga Said Ahmadning Qorako'z majnun hikoyasidagi Bora, ya'ni asl ismi Burxonni misol qilish mumkin. O'zbek asarlarida tasvirlangan urf-odatlarni amal qilish davriga qarab bir nechta turlarga bo'lish mumkin. Birinchisi, hozirgacha ijtimoiy madaniy turmushda davom etayotgan urf-odatlar. Said Ahmadning Uyboshi hikoyasi ana shu mavzu doirasida e'tiborni tortadi. Ikkinchisi, hozirgi turmush uchun eskirgan urf-odatlar. Bunday epizodlar ko'proq o'tgan asrning boshlarida yaratilgan asarlarda uchraydi. Masalan, bunga Abdulla Qodiriyning Baxtsiz asarida qalin belgilash odati misol qilingan. Biz shularni inobatga olgan holda dissertatsiya bo'yicha umumiy xulosalar va avtoreferatda aks ettirilgani sababli ularga to'xtalishni joiz topmadik. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'p savol qismiga o'tamiz. Kimda qanday savollar bor? Dissertatsiya bo'yicha
Mehri Abzallarga beramiz. Savollar bor. Mahmud. O'zbekiston juda chiroyli mavzu. Faqat shunaqa qilmada savol tug'ildi. Mana ikkinchi betda siz o'sha nima tabiiy folklorizmlar haqida gapirgansiz va misol keltirgansiz. Misolda demak o'sha yoz oyida supani tayyorlash, suv sepish va shu bilan bog'liq rayhonlarning hidining o'sha tarqalishi bilan bog'liq bir misol keltirgansiz va buni tabiiy folklorizm degansiz. Tabiiy folklorizm bilan lingva madaniy birliklar o'rtasidagi bog'liqlik nimada? Ular orasida farq bormi yoki ular bitta tushunchami? Tahlil jarayonida biz qanday yondashishimiz kerak? Savolingiz uchun rahmat. Albatta biz keltirilgan folklorizmga keltirilgan misollarimiz turli tabiiy folklorizmlar o'zbek xonadonida, har bir o'zbek xonadonida tabiiy ravishda yuzaga keladigan folklorizm, etnografik folklorizm turlaridan biri sifatida biz uni misol keltirdik. Chunki har bir xonadonda mehmon kutib olinar ekan, unga katta tayyorgarlik bilan uyni o'sha chiroyli nimaga holatga keltirish yoki o'sha suvlarni sepilishi, sidirilish, toza ozoda holatga keltirilishi bu tabiiy ravishda yuzaga keladigan etnografik folklorizm sifatida nima qilinadi, namoyon bo'ladi. Keyingi nima Bu shu. ikkalasi Birlik bilan ular orasida chegara bormi, bitta tushunchami? ular bitta tushunchalar. Juda uzoq bo'lmagan bir-biriga yaqin bo'lgan tushunchalar. Bo'ldimi? Nima qilib? Kimda yana qanday savollar bor? Biroq qoldi. Assalomu alaykum. Hurmatli yigitlar. Shu ma'noda ba'zi savollarimiz bo'ldi va bir-birini taqozo qiladi uchun mayli bersam. Birinchisi mana ishda muallifning pragmatizatsiyasi degan termin ishlatilgan. Mana shu terminni mohiyatini tushuntirib bersangiz, bu birinchi savolim va shuni davomi sifatida etnografik motivlar degan narsani olgansiz. Aktivitlarda shunday misol keltirilmagan agar etnografik motivlarga Ustoz, rahmat savolingiz uchun oldindan. Bu pozitsiyasi etnografik folklorizmlarni, ya'ni ularni shakllantirish shu paytgacha u birdan paydo bo'lib qolmagan tushuncha. Chunki u jahon adabiyotida rus adabiyotshunosligida ham yoki boshqa adabiyotshunoslikda ham o'rganilgan bu folklorizmlar va ularning turlari va ular bosqichma-bosqich yoki o'sha shakllarga asoslanib nima qilmoqda, rivojlanib kelmoqda bugungi kunda ham. Hattoki bu o'zbek folklorshunosligida ham o'zini ifodasini topadi. Etnografik folklorizmlar bizni asosiy nimamiz edi, mavzuyimiz mohiyati edi. Chunki o'sha badiiy asarlarda etnografik folklorizmlarga biz misol qilib, o'sha to'yda yuzaga keladigan yoki bo'lmasa aza marosimlarida yuzaga keladigan o'sha udumlarni, turlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan, o'sha to'y deganimizda o'sha kelinni kuyovnikiga olib kelish jarayoni yoki bo'lmasa yuz oshdi marosimlari, kelinchaklar kabi marosimlari degan narsa. hayotga olib kirish bu etnografik motiv sifatida shakllantiradi. Folklorizmda etnografik folklorizmdan farqi esa ular xalq og'zaki ijodiy nuqtai nazardan folklorizm nima qilingan o'tgan. Ko'p yana kimda savol bor? Onlayn ishtirok etuvchilarda savol berasizmi? Guli tayyorlar, marhamat. Bitta savol bermoqchi edim, bu savolni javobini oxirida aytib qo'ydilar. Demak, ikkinchi bermoqchi bo'lganingiz bitta savol berib qoldim. Savolimiz shunday bo'ladiki, dissertatsiyada siz ilgari surmoqchi bo'lgan o'sha gipotezangizni qanday usul metodlarda ishda amalga oshirasiz? Shu haqida Ustoz, rahmat savolingiz uchun. Bu savolga javob berishgacha biz bu tadqiqotimizda turli metodlarga asoslandik. Bu metodlardan misol uchun sema, tahliliy metod yoki
struktural yondashuv metodi yoki struktural tahliliy metodlar asosida yoki bo'lmasa tizimli yondashuv asosida fikrimizni tahlillashga harakat qildik. Bu metodlar asarlardagi folklor elementlarini aniqlashda xizmat qiladi. Nima onlayn ishtirok etuvchilarda bormi savollar onlayn? Bo'ladimi? Mayli. Uyda turing, nasib. Siz navbatini demak Sertanni rahbari Tog'ga faoliyat qilib professor Nuray va Darmonoy Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi va hurmatli kengash a'zolari. Mana bu ishni 2020-yildan buyon shu yilni masofasini uzoq bo'lgan konstruksiya 5 yilda tayyor izlanib, nihoyat bugun mana taqdim qilgan himoyaga chiqyaptilar. Shuning uchun men shunda mana shu ishlar haqida o'zimni endi rahbar sifatida xulosamni yozma bayon etganman. Ruxsat bersangiz bilan chegaraman. demak sertifikatsiya preparatlari qator muassasalardan taqdirlash kerak. Demak sizga ma'lumot berish uchun sizni ilmiy kotibga beramiz. Marhamat. Sertifikasiya ishga shamollash tumanidagi Samarqand davlat universiteti tashkillashtirishda bo'lsa bergan. Yeyish filologiya fakulteti istiqbollar va adabiyot va adabiyot nazariyasi kafedrasining 2025-yilning 8-aprelda o'tkazilgan vaqtda tashkilot kengaytirilgan yig'ilishda muhokama qilingan. Majlis rais filologlar professor Shamsir Asadov, tadqiqotchilar, dotsentlar Toshpo'lat va Nazarov. Xulosa ijobiy periodidagi ayrim taklif va tavsiyalar keltirib o'tilgan. Etnografik folklorizmni proyekt mohiyati ijodkor tomonidan shakllantirilishi asoslari, ichki ko'rinishlar, roman kontekstidagi o'rni, badiiy estetik vazifalari va ahamiyati, asarning qurilishi, yozuvchi uslubi, mavjud paytga asar an'analardagi individualligi, folklor va yozma adabiyotning badiiy jihatdan sintezlash mahorati orqali masalalar kesimini aniqlab berilgan. Turli makon va zamonda yaratilgan o'zbek romanlaridagi inson hayoti, ijtimoiy madaniyat turmushi tarzi, milliy dunyoqarashi va ruhiyati, qadriyatlari bilan bog'liq urf-odat va mavzular mazmunan qarab oluvchi etnografik folklorizm poetik talqinda davr ruhiyati va ijodkor shaxsiyati mushtarakligi baravar kechganligi dalillangan. Har bir davr o'zbek romanlarida etnografik folklorizmdan yangicha tamoyillar, o'ziga xos shakl va tiplardan foydalanishga asoslangan. Sertifikasiya natijalari adabiyotshunoslikning yangi xulosalar, fikrlar va yondashuvlar bilan boyitadi. Amaliy jihatdan esa yozuvchi uslubi mahoratini belgilashdagi ahamiyatni ilmiy nazariy jihatdan aniqlashga xizmat qiladi. Taqdim etilgan dissertatsiya ishi mavzuning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi, amaliyotda joriy etilishi, ilmiy maqolalarning chop ettirilishi, avtoreferendum dissertatsiya ishini rasmiylashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Orientatsiya komissiyasi nizomlari talablari darajasida tayyorlangan. Görevli idorada o'zbek adabiyot ixtisosligida o'zbek romanlarida etnografik folklorizm, badiiy estetik mohiyati va vazifalari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasi uchun zo'rlov ixtisosligida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olishga tayyor. Shu bilan birga dissertatsiyada ayrim kamchiliklar haqida bilishlardi. Dissertatsiyada asosiy tadqiqot hadis sifatida roman janri tanlangan bo'lsa ham, uning ichida barcha tur, she'riy hamda dramatik parchalar, hikoya hamda qissalar ham tahlilga tortilgan. Olingan misollar faqat roman janrida bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchi, folklorizmning sanab o'tilgan barcha turdagi o'zbek romanlaridan misollar keltirilsa va ularning etnografik folklorizm bilan bog'langan jihatlari ochiqcha aytilgan fikrlarni asoslashdan kasb etadi. Uchinchi,
Dissertatsiyaning birinchi bobi nazariy fikrlarga aylangan. To'g'ri, albatta. Ikkinchi bobda ham nazariy fikrlar bor. Ularni birlashtirish kerak deb nazarimizda. To'rtinchi, adabiyotlar ro'yxatini shakllantirishda avvalada berishda ayrim muammolar ko'zga tashlanadi. Biroq bu qanchalik ishning ilmiy qiymatini va amaliy ahamiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Umumiy tashkilot xulosalar tahlillari To'ra Yeroda Shermatovaning o'zbek adabiyoti ixtisosliligidan o'zbek ramzlaridagi tadbirizmning badiiysi mohiyat va vazifalar mavzusida kitobiy fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasi Oliy aksesiya komissiyasi nizomi talablarida bajarilgan. E'lon qilingan maqolalar dissertatsiyaning asosiy mazmunini o'zida aks ettirilgan va uning muallifi o'zbek adabiyoti ixtisosidagi falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi ta'kidlanib, ish loyihasi etilgan. Shular qatorida ushbu dissertatsiya avtoreferatlariga respublika va turli muassasalardan ham ijodiy takliflar olingan, jumladan Qirg'iziston Respublikasi Milliy Fanlar Akademiyasidan filologiya fanlari doktori Kelbayeva imzosi bilan, Qozon davlat universitetining professori Yusupova imzosi bilan, shuningdek respublikaning turli oliy ta'lim muassasalaridan ham takliflar kelgan, jumladan Termiz davlat universiteti dotsenti Abdurrahmonov imzosi bilan, Alisher Navoiyning Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti Shurova imzosi bilan, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining dotsenti Majid Madiyatov imzosi bilan, Bino tadbirkorlik va pedagogika institutining dotsenti Nasullayeva imzosi bilan, Andijon davlat pedagogika institutining dotsentlari Sultonova va Sulaymonovalar imzosi bilan, Turon universitetining professori Yaxshiyeva imzosi bilan, Abrayxon Urganch davlat universiteti dotsenti Nazarova imzosi bilan, Alisher Navoiy xalqaro jamoat birlashmasi filologiya fanlari bo'yicha professor doktor Sattorov imzosi bilan, Xalqaro innovatsiyalar universiteti dotsenti Farxonova professori Bo'ynazarova imzosi bilan, Berdaq Muhammad Qaraqalpoq davlat universiteti dotsenti Zangira Kabulova imzosi bilan ijodiy takliflar kelib tushgan. Qayd etilgan takliflarning barchasida To'rayeva Iroda Shermatovaning dissertatsiyasi ijodiy qo'llanilib, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyada berib qo'yiladigan barcha talablarga javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya va fikrlar Oliy attestatsiya komissiyasining talablariga to'la mosligi va uning muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Takliflar bo'yicha kotibga biror bir savollar bormi? Ammo takliflar ijobiy, odatda nizom bo'yicha salbiy bo'ladigan bo'lsa to'liq berishga ehtiyoj bo'ladi. O'tiring, bo'lsa takliflarga munosabat bildirish uchun so'zni deb ham beraman. Avvalo bizga yetakchi tashkilot sifatida katta rolni ishimizni sijxonlik bilan o'qib chiquvchi o'z mulohazalarini bildirgan Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti istiqbol davra adabiyot va adabiyot nazariyasi kafedrasi jamoasiga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Yetakchi tashkilot muhokamasi jarayonida tadqiqotimiz yuzasidan bildirilgan fikr va mulohazalarga javobimiz quyidagicha. Birinchidan, dissertatsiyada asosiy tadqiqot obyekti sifatida roman janri tanlangan bo'lsa ham, ishning ichida barcha tur, she'riy hamda dramatik parchalar, hikoya hamda qissalar ham tahlilga tortilgan. Olingan misollar faqat roman janrida bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi degan fikrga o'rinli. Bunga sabab shuki, folklorizmlarning faqat romanda emas, balki boshqa janrlarda ham qanday ko'rinish olishini ko'rsatish, mavzuni yanada to'liq yoritish, qiyoslash uchun shunday yo'l tutiladi. Ikkinchidan, folklorizmlarning sanab o'tilgan barcha turlariga o'zbek romanlaridan misollar keltirilsa va ularning etnografik folklorizmlar bilan bog'langan jihatlari ochilsa, aytilgan fikrlar asoslanishi mustahkamlik kasb etardi. Degan fikrga javoban
aytishimiz mumkinki, bu mavzuning kengligi va materiallarning hajmi bilan bog'liq. Kelgusidagi ishlarimizda har bir folklorizm turiga oid misollarni yanada to'liqroq va chuqurroq tahlil qilishga albatta harakat qilamiz. Uchinchidan, dissertatsiyaning birinchi va ikkinchi bobda ham nazariy fikrlar borligi sababli ularni birlashtirish bo'yicha bildirilgan taklifni o'ylab ko'ramiz. Negaki dissertatsiyaning birinchi bobi nazariy asoslariga bag'ishlangan bo'lsa, unda folklorizm tushunchasi, uning turlari, xususan etnografik folklorizmlarning mohiyati haqida nazariy yondashuvlar keng yoritilgan. Ikkinchi bobda esa badiiy asarlarda to'y mavzusi asosida etnografik folklorizmlar tahlil qilingan, ya'ni nazariy amaliy misollar orqali konkretlashtirilgan. Shu sababli nazariy fikrlarning takror ko'rinishda uchrashi birinchi bobdagi umumiy nazariy asoslarning ikkinchi bobda amaliy tahlilga tayanch sifatida ishlatilganidan dalolat beradi. Bu ikki bob orasidagi izchil bog'liqlikni ta'minlash maqsadida ayrim nazariy tushunchalar ikkinchi bobda ham qisqacha eslatib o'tilgan. To'rtinchidan, adabiyotlar ro'yxatini shakllantirishda, havolalarni berishda ayrim noaniqliklar ko'zga tashlanadi deyilgan fikrni kelgusidagi ilmiy ishlarimizda nazardan chetda qoldirmaslik uchun muhim tajriba deb qabul qilamiz. Yana bir bor bizga yetakchi tashkilot sifatida taqriz bergan Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti, Istiqlol davra adabiyoti va adabiyot nazariyasi kafedrasi jamoasiga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Xo'p, demak, keyingi bir so'z navbatini, demak, ishning rasmiylashtirilmoqda. Filologiya fakulteti doktori professor Sharipov Furdiyev. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari. To'rayevada she'r matbuotlarning reklamalarida etnografik folklorizmlarning milliy estetik mohiyati va vazifalarini maxsuslashtirib, dissertatsiyasiga taqrir qilish birinchi bob tahlilidan boshlanish. Dissertatsiyaning birinchi bobi badiiy uslubda etnografik folklorizmlarga to'liqroq o'zgartirish xususiyatlari deb nomlangan bo'lib, 3 fasldan tarkib topgan. Uning folklorizmlar tizimida etnografik folklorizmlarning o'rni va spetsifikasi deb atalgan ilk faslda folklorizmning organik folklorizm, strukturalik, axborotli yoki tarkibiy informatsion folklorizm, eksistensial folklorizm, generativ folklorizm kabi ko'rinishlari borligi va ularni o'zida haqida bitilgan. Ayni shu faslda folklorizmning yana bir necha turlari bor deb, demak, kundalik folklorizm, transformativ folklorizm, nasionalistik folklorizm, so'zda folklorizm kabi atamalar sanalgan. Dissertat har bo'limda nazariy jihatdan asoslashga intilgan, ularning mohiyatini izohlagan, folklorizmga oid tadqiqotlarning safi kengayib borayotgani, dunyo adabiyotshunosligining bu boradagi yutuqlari adabiyotshunosligimizga kirib kelayotgani, tadqiqotchining izlanganini e'tirof qildi. Bu takliflar chunki tadqiqotchilarga asqotishi tabiiy. Yozma adabiyotda folklorning ta'siri va yozma adabiyotda hozirdagi poetik ijoddan o'rinli yoki o'rinsiz foydalanish masalasi folklorizmning bu ko'rinishlari ko'magida atroflicha o'rganilsa, adabiyotshunoslik emas, folklorshunoslik emas, siyosiy adabiyotshunoslik uchun muhim ilmiy xulosalar yuzaga kelishi mumkinligi tadqiqotchining izlanishlari ahamiyatini belgilaydi. Birinchi bobning ikkinchi fasli badiiy asarlarda kuy mavzusining etnografik folklorizm sifatida berilishi deb nomlangan. Tadqiqotchi mazkur faslda kuy mavzusi bilan bog'liq holda yuzaga keltirilgan etnografik folklorizmni tafsir qiladigan Alisher Navoiyning Safiy dostonlarini misol keltiradi va suyida yo'l aytish udumi tilga olingan xolos deb ta'kidladi. Bu faslda dissertantning turli ko'rinishlariga oid misollarga diqqat qaratadi. Beshik kuyi bilan bog'liq etnografik folklorizmga misol keltirilgan bunday misollar kamligini, bola to'yi deyilishini ham aytib o'tadi. Sunnat kuyiga aloqador misolni ham Qur'ondan olar ekan, misol kamligi xususida yana bir karra xulosa beradi. Bunday ta'kid tadqiqotchilar jiddiy izlanishni talab qiladi albatta. Nikoh kuyiga aloqador etnografik folklorizm ko'p uchrashini bildirar ekan, misollarni romandan, hikoyadan, ayni damda romanlardan olgan dissertat Elbek romanining 18-qismi
suy deb nomlangan deydi. Unda lapar kechasi berilganini aytib tahlilga tortiladi. Tadqiqotchining laparlar yozuvda qo'shtirnoq bilan berilganini, yozuvchining o'zi faktordan foydalanganini, bunday tirnoq ichida olingan laparlar xalq adabiyotidan o'zicha olinganiga qayd etganini o'zini izohlaydi. Romanning bu qismidan keyin o'yin kechasi, yig'in kechasi deb sarlavhalangan qismlardan misollar beriladi va tahlilga tortiladi hamda etnografik fontalizm ekanini ta'kidladi. Bizningcha shu o'rinda lapar namunalari aynan keltirilgani sabab analitik fontalizm ham yuzaga kelganini aytib o'tsalar, bu ichida avval bo'ladi. Chunki fontalizmlarning turlari namoyon kelaveradi. Birinchi bo'limning ikkinchi fasli badiiy asarlarda dafn tasvirining etnografik fontalizm sifatida ifodasi deb nomlangan. Bu faslda dafn marosimi bilan bog'liq ayrim holatlarning romanlarda etnografik fontalizm sifatida aks ettirilgani tasdiq qilingan. Said Ahmadning Olmazorning 1940-dagi motam bilan bog'liq etnografik fontalizmlar tahliliga tortilgan. Tahlillar shunday mulohazalar. Tadqiqotchi adam marosimi bilan bog'liq jihatlarni to'g'ri ilg'agan va o'rinli mulohazalarni bildirgan. Tahlillar tadqiqotchi ham folklorshunos, ham adabiyotshunos bo'lishi lozimligini, bu ikki vazifani uddalash oson emasligini dissertant atroflicha izlanganini ko'rsatadi. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlardan foydalanish poetik tajribasining tadrijiy takomili belgilari deb nomlangan va 3 fasldan ta'kidlangan. İlk fasl etnografik folklorizmlarning o'rganilishi va tasniflanishi masalasi deb atalgan. Bu faslda folklorizmning ichki ko'rinishlari sharhlangan, dissertant bu boradagi o'z qarashlarini bayon etgan, ayni damda etnografik folklorizm haqidagi nazariy fikrlar berildi. Bu fikrlar navbatdagi fasl uchun yo'l vositasini o'taydi. İkinci bo'limning ikkinchi fasli ilk o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlardan foydalanish maqsadi va vazifalari deb nomlangan. Unda Abdullah Qodiriyning O'tgan kunlar romanida Tuy tasviriga alohida o'rin berilgani ta'kidlanib, etnografik folklorizm sifatida izohlangan. Asarda keltirilgan qizlar bazmi, quyon olish, nikoh, kumushdan vakolat olish tasviri singari asarning milliyligini ko'rsatuvchi muhim o'rinlar sifatida ko'rib chiqilgan. Oybekning Qo'qon romanidan olingan misollar ham etnografik folklorizm sifatida o'zini oqlaydi. Muhim jihati shundaki, bu romanlar odatlarni chuqur bilgan yozuvchilarimiz tomonidan yozilganidan e'tirofga molik. Misollar uchun manbalar to'g'ri tanlangan. Kecha va kunduzdan ham tahlilga tortsalar bizning ma'qul bo'lar edi. Bu fasl etnografik folklorizmning poetik vazifasiga e'tibor qaratilgan fasl sifatida ahamiyatlidir. İkinci bo'limning ikkinchi fasli istiqbolgacha va istiqbol davri romanlarida etnografik folklorizmlar estetikasi deb nomlangan. Uch davri aks etgan hamda istiqbolgacha bo'lgan romanlardagi etnografik folklorizmlar ko'rinishlarini aniqlash uchun Said Ahmadning trilogiyasi, O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi, Tushda kechgan umrlar kabi romanlardan misollar keltirilgan. Ikki eshik orasi romandan etnografik folklorizmga misol keltirilar ekan, analitik folklorizmga ham to'xtalilgan. Kelin salon, charlar, sovchilik, ma'lum oshi kabilar bilan bog'liq bir necha kengroq tasvirlar berilganini o'rinli qayd etadi. Tadqiqotchining Nur bo'lib soyabon romanida ham tuyga daxldor etnografik folklorizm borligini aytib, misollarni tahlilga tortishi, begona udumlarni ajratib ko'rsatishi, Luqmon Bo'rixonning Jaziramada qolgan odamlar romanida bunday holatlarga tanqidiy ruhda munosabat qilinganini izohlagani e'tiborga molik. Dissertatsiyaning 3-bobi qahramonlar milliy xarakterini ochishda yozuvchilarning etnografik folklorizmlardan foydalanish mahorati deb nomlangan. U 3 fasldan tarkib topgan. Dastlabki fasl etnografik folklorizmda etnos urf-odatlari tasvirining aks etish prinsiplari deb atalgan. Urf-odatlar orqali yozuvchi maqsadining yuzaga chiqishida etnografik folklorizmlarning o'rni qay darajada ekanini ifodalaydi. Boshqa tahlil fasllardan farqli o'laroq, bu faslda o'zbek uylarining tuzilishi tasviri, o'zbek oshxonasi, o'zbek og'ilxonasi, o'zbek hovlisi bilan bog'liq etnografik folklorizmlar tahliliga tortilgan. O'zbek oshxonasi va odatlar haqidagi fikrlar, misollar ham fasl mohiyatini ochishga xizmat qilgan. Fikrlar asosan hozirgi o'tgan kunlar Mahmudxonning Me'mor romanlari misolida dalillangan. 3-bo'limning 2-fasli qahramon va personajlar milliy xarakteri hamda
psixologiyasini ochishda etnografik totalitarizmlar roli deb yuritilgan. Faslda etnografik totalitarizmning poetik xususiyatlari ochib berilgan. Faslda urf-odat, marosimlar nomlari, romanlar boblarida ham nom sifatida keltirilgani aytib o'tilgan. Faslning ahamiyati etnografik totalitarizmning romanlar qahramonlari hayotiga, taqdiriga ta'siri jihatlardan qilingani bilan belgilanadi. Obrazlarning hayotga munosabati, ruhiyati etnografik totalitarizm asosida ochib berilganki, obrazlar tadqiqida bu yangicha yondashuvdir. Bunday yondashuv keyingi tadqiqotlarda davom etsa, mazkur tadqiqot poydevor bo'lishi tabiiy. 3-ko'rinish fasli o'zbek romantaristlarining etnografik totalitarizmlarni shakllantirish mahoratiga xos individual belgilar deb ataldi. Totalitarizm ma'lum bir ijodkorlik folklor materialidan o'zining g'oyaviy estetik qarashlarini berishda ijodiy foydalanishini anglatishi shu faslda oydinlashtirilgan. Dissertant yozuvchi mahoratini etnografik totalitarizmni yuzaga keltirishdagi o'ziga xosligi bilan izohlaydi. Bu mahoratni yoritishdagi yangi qirra albatta. Faslda tadqiqotchi o'zbek asarlarida tasvirlangan urf-odatlarni amal qilish davriga qarab, hozirgacha ijtimoiy madaniy turmushda davom ettirilayotgan urf-odatlar, hozirgi turmush uchun eskirgan urf-odatlar, ruslar ta'sirida kirib kelgan urf-odatlar tarzida uchga bo'lib, tasnifini misollar bilan asoslaydi. Faslda misollar ham ularni asoslash ham yetarli. Dissertatsiyada har bir bob raqamli tarzda xulosalangan, ish yakunida qarashlar umumlashtirilgan, o'nbanddan iborat xulosa keltirilgan, foydalanilgan adabiyotlarni qo'yilgan mavzuning mohiyatiga mos keladi. Ishning ilmiy va amaliy ahamiyati oshishi uchun bildirilgan ayrim fikr mulohazalarimiz. Birinchi, kirishning mavzuning o'rganilganlik darajasi qismida o'zbek she'riyatida ijodkorlarning folklordan foydalanish masalasi, Natamalari, Naim Karimov, Sabir Soqov, G'afur Mo'min va hokazo kabi tadqiqotchilar ilmiy ishlarda ifoda etilgandek keltirilgan o'rnidagi o'zbek she'riyatida birikmasini o'zbek adabiyotida deb o'zgartirgan ma'qul edi. Keltirilgan manbalarda nasriy asarlarda ham bor edi. Ayni damda tadqiqotlar safini kengaytirish mumkin edi. Nimada roman tahlil qilingan. Dissertant totalizmga oid yangicha tasniflar keltirib, tasnif o'sha Kovalyovaning daxldor ekanini olingan manbasini keltirgan. Ammo tasniflar nimaga asoslanganini keyinroq izohlasa, bu tasnif o'zbek adabiyotshunosligiga qaysi jihatlarga ko'ra o'sha zarur bo'ladi, shular chuqurroq asoslab berilsa, ishning ilmiy qiymati yanada oshadi. Uchinchidan, foydalanilgan adabiyotlarning farqi ko'plab dissertantlardan ko'ra ko'proq sinchkovlik bilan nazardan o'tkazib tartib berilgan bo'lsa-da, juz'iy kamchiliklar uchraydi. Masalan, bir o'rinda Toshkent, bir o'rinda Termiz tarzida berilgan. Bir xil qilinganda ma'qul edi. To'rtinchidan, Elbekning romanidan misol keltirilgan bu e'tirofga loyiq, chunki Elbek romani deyarli tahlilga tortilgan tadqiqotlar yo'q hisobi. Ammo romanning nomini keltirish shoir Elbek emas, yozuvchi Elbek deyish, Elbek romani manbasini berish maqsadida muvofiq edi. Aytish lozimki, bu fikr va mulohazalar dissertatsiya yutuqlariga soya solmaydi. Dissertantning tahlillari maqbul, uslubi shakllangan, qo'lga kiritilgan xulosalar ishonarli, dissertatsiya mohiyati tezliklar orqali ilm ahliga ma'lum qilingan, e'lon qilingan maqolalar va ishning akademiyati dissertatsiyaning mazmunini o'zida aks ettirgan. Xulosa shuki, Turay va Eroda Sheramatovlarning o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlarning badiiy estetik mohiyati va vazifalari mavzusidagi o'rinli o'zbek adabiyoti ixtisosligida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasi kompozitsion butunlikka ega, mavzu mohiyati atroflicha ochib bera olgan dissertant ochib bergan tugallangan ish sifatida ularning shunday ishlar oldiga qo'yilgan barcha talablariga javob beradi deb hisoblaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu siz taqdirga munosabat bildirishni so'zga dissertantga Davomli ishimizni sinchiklab o'qib, unga xolis qog'oz berib, rasmiy akademiklik qilgan ustoz, Buxoro davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyot kafedrasi dotsenti,
filologiya fanlari doktori Sharipova Runzaraga samimiy tashakkurimizni izhor qilamiz. Ish yuzasidan bildirilgan ba'zi fikr mulohazalarga javoblarimiz quyidagicha. Birinchisi, kirishning mavzuning o'rganilganlik darajasi qismida o'zbek she'riyatida birikmasini o'zbek adabiyotida deb o'zgartirish va tadqiqotlar safini kengaytirish mumkin degan taklifni ustoz keyingi ishlarimizda, izlanishlarimizda inobatga albatta olamiz. Ikkinchisi, folklorizmga oid yangicha tasniflar keltirganimiz e'tirof etilgan holda shu tasniflar nimaga asoslanganini kengroq izohlash, bu o'zbek adabiyotshunosligida qaysi jihatlarga ko'ra zarur ekanini chuqurroq asoslab berish fikri bildirilgan. Bu o'rinda kengroq izohlash uchun dissertatsiya hajmini belgilanganligini imkon bermaganini aytishimiz mumkin, ammo bu taklifni keyingi ishlarimiz jarayonida inobatga olamiz. Zero o'zbek romanlarida folklorizm namoyon bo'lishining o'ziga xos tomonlariga mos holda tasnifga yangi mezonlar yoki tahliliy usullar qo'shish zaruriyati borligini albatta tan olamiz. Uchinchisi, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida bir o'rinda ba'zan Toshkent, ba'zan o'sha shaklda qisqartirilma o'rinlari keltirilgan. Albatta bu kamchiliklarni albatta inobatga olamiz. Keyingisi, to'rtinchisi, Elbekning romanida misollar keltirilgani e'tirofga loyiq, ammo romanning nomini keltirish shoir Elbek emas, yozuvchi Elbek deyish, Elbek romani manbasini berish maqsadga muvofiq edi degan fikrni ham inobatga olamiz ustoz. Bularni keyingi ishlarimizda inobatga olamiz. Ham bu yerda hozir shoir deb nima qilinganini aytilganidan sababi Anor va Tozagul she'riy romanligi uchun biz uni shoir sifatida keltirganmiz. So'zim oxirida yana bir bor kaltaronlashimizga aqz berib, rasmiy abonentlik qilgan ustozimiz filologiya fanlari doktor dotsent Sharipova Runzaraga samimiy tashakkurimizni izhor qilamiz. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. İkinci rasmi abonentlikka so'zni beramiz. Filologiya fanlari doktori professor Sanarjon Maqjonboyevga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, aziz ustozlar. Rahmat so'z berganlar uchun avvalambor huzurimizni so'raymiz. Sabab hozir Xorazm viloyatida xalqaro baxshichilik san'ati bo'yicha yangi O'zbekistonda baxshichilik san'atining taraqqiyoti mavzusida xalqaro konferensiya bo'lyapti va bevosita huzurimizni so'rab qilmoqchiman. Shu bo'layotgan jarayonlardan bevosita chiqishga majbur bo'lyapman. O'zimiz endi Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi To'rayeva Iroda Shermatovaning 10.02 o'zbek adabiyoti ixtisosligidan o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlarning badiiy estetik mohiyati va vazifalari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasiga taqrizimiz quyidagicha. Badiiy adabiyot tarixining barcha davrlarida ijodkorlar biror bir xalqning urf-odat marosimlari, ijtimoiy madaniy turmush tarzi, milliy psixologiyasi bilan bog'liqlikda shakllantirilgan etnografik folklorizmlardan mahorat bilan foydalanib kelgan. Bu borada folklor va yozma adabiyotning doimiy tarzda uzluksiz bog'liqlikda rivojlanib, bir-birining badiiy taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatganini, poetik an'analari o'zaro sintezlashib ketganini asoslash muhim masalalardan biri sanaladi. Mazkur dissertatsiya to'y, arza, ibodat, kasallikni davolash, biror mushkulotni yechishga qaratilgan xalq tadbirlari asosida shakllangan etnografik folklorizmlarning o'zbek romannavislarining 20-asr boshlari, urush davri, uyg'urlik yillari, istiqlol arafasi va istiqlol davrida yaratilgan ijod namunalarida badiiy asar hamda undagi qahramon personajlarning milliy ruhiy xususiyatlarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etganligini asoslashga qaratilganligi bilan alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Dissertatsiya kirish 4 bob xulosa va foydalanilgan adabiyot ro'yxatidan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbligi, masalaning o'rganish darajasi va shular yoritilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi badiiy ijodda etnografik folklorizmlarning o'rni va o'ziga xos xususiyatlari deb nomlangan bo'lib, bobning birinchi fasli folklorizmlar tizimida etnografik folklorizmlarning o'rni va spesifikasi deb atalgan. Ma'lumki, har bir davr ijodkorlari folklorizmlardan o'ziga xos uslubda mahorat bilan foydalangan. Folklorizm termini aslida inglizcha folklorist
so'zda olingan bo'lib, badiiy ijodning barcha turlarida she'riyat, nasr, dramaturgiya, shuningdek publitsistikada qo'llanilgan. Folklorizm atamasi demak birinchi bo'lib folklor tarixida folklorizmga tarix berishlarga tahlillardan kelib chiqqan holda birinchi faslida dissertant kimning folklorizmni yaxshiroq ekanligi emas, balki ularning har biri o'ziga xos ekanligiga e'tiborga tortishiga alohida e'tibor qaratgan. Chunki ular shoirlarning rivojlangan badiiy tafakkuridan kelib chiqadi degan xulosaga keladi. Demak, birinchi bobning ikkinchi fasli badiiy asarlarda to'y mavzusining etnografik folklorizm sifatida berilishi deb mavzulangan. Demak, to'y mavzusi adabiyotda anchadan beri mavjud bo'lib, jumladan Alisher Navoiyning Sa'diy Iskandariy dostonida, Emin to'y komilchi she'rlarida bu mavzularga e'tibor qaratilganligi keltirib o'tadi. Demak, o'zbek xalqining ma'lumki desak, o'zbek xalqining ushbu qo'ylanasi bo'lib, besh to'y, sunat to'y, nikoh to'yiga e'tibor qaratadi. Demak, hujjatlar asarlarda demak, boylar hurmatchi, baxtsiz kuyov, Abdulla Qodiriy baxtsiz kuyov, Hamzam Gulzodaniyaning boylar hurmatchi Yelbekning to'y romanlaridagi o'sha urf odatlar, folklorizmlarni keltirgan holda laqab kechasi, daryoga tosh otmaylar, botar ketar. Daryoning o'rtasidan yo'l solamiz, qizlar jon haydab buloqqa boshlamaymiz. Bizni uylar piyoda bo'ylay sanoat ilmidek boshlangan laqablarni keltirib o'tadi. Folklorizm Sadriddin ayni asarlarni keltiradi. Sadriddin aynining qo'lini asarida to'y ko'rishi tilash bilan bog'liq olqishu duo etish motividan foydalangan bo'lsa, demak, Gadikning Dohunda romanida to'y xudoning xazinasi degan sifat keltirilganligi, eski maktab asarida bolalarning kattalarga xos to'y marosimlarini imitatsiya qilib o'yin holida tashkillashtirish tasviri keltirilgan. Demak, mazkur faslda Tohir Malikning Shaytanat qissasidagi demak birinchi bob, ikkinchi qismda Elchin Asadbekning qizi Zaynabning nikoh to'yi davraboshi so'zi bilan boshlangan. Davraboshida to'y davrasi boshqarildi. Demak, Shaytanat qissasida davraboshi kuyov etishiga tutqazib qo'shiq aytishni bildirishi. Demak, shu yerda kimga to'y, kimga aza yoki shu kabi maqollarni keltirilganligini ta'kidlab o'tadi va bularni bevosita folklorizmning ajoyib bir namunalari, etnografik folklorizmlar sifatida keltiradi. Demak, birinchi bobning 3-fasli badiiy asarlarda dafn tasvirining etnografik folklorizm sifatida ifodasi deb keltirilgan. Motam marosimining biz bilamizki o'ziga xos urf odatlari bor. Ulardan biri deb keltiradi. Erkak va ayollarning motamlari kiyim kiyib, tizilgancha tikka turgan holda qo'llarini qovushtirgancha ta'ziya bildirib kelganlarni qarshi olishlar. Demak, G'ofur G'ulomning o'rnida asarlar keltiriladi va G'ofur G'ulomning Shumbola, Said Ahmadning romani tarkibida keltirilgan nimalar, masalan, Qochoq qismida romanni yagona farzandidan ko'z uzolmay, uning baxtini ko'ra olmay, armon bilan chodirda jon bergan jannat xolaning dafn etilishi tasvirini keltiradi. Demak, Omon Muxtorning ming bir qiyofa asarida ham motam marosimiga xos etnografik detallarni qo'llanganini qayd qilib o'tadi va badiiy asarlarda dafn tasvirining etnografik folklorizm sifatida ifodasiga ko'proq duch kelish mumkinligini keltirib o'tadi. Demak, dissertatsiyaning ikkinchi bobi o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlardan foydalanish poetik tajribasining tadrijiy takomil belgilari deb atalgan bo'lib, uning birinchi fasli folklorizmlarning o'rganish va ishga bo'linishi deb keltirilgan. Jahon adabiyot shunoslik fanida folklorizm deganda folklor matnlarini, syujet va obrazlarni, uslub elementlarining to'g'ridan-to'g'ri qarz olish masalalari tushuniladi. Dissertantning fikricha, hozirgi vaqtda folklorizmni o'rganish chegaralari sezilarli darajada kengaygan. Haqiqatan folklorizm adabiy hodisa. Uning yuzaga chiqishi biror bir ijodkorning badiiy mahorati bilan bog'liq. Demak, shu o'rinda folklorizm demak folklor materiallarini qayta ishlash deya farqli qilgan dissertant ularni ikki xilga ajratadi. Birinchisi folklor elementlaridan folklorga ongsiz murojaat qilishda adabiyotlardan foydalanish,
ikkinchi folklor elementlaridan folklorga og'ir ravishda murojaat qilishda va uning materialni modernizatsiya qilishda foydalanishga keltirib o'tadi. Shu o'rinda qadimiy rus adabiyotining tadqiqotchisi masalan Adrianova, Peter Lexachev Chukovalarning fikrlarini keltirgan holda ularga munosabatlarini bildirib o'tadi. Demak, folklorizmni o'rganishda asosiy vazifalardan biri og'zaki badiiy an'analarning nafaqat individual badiiy asarlarga, balki umuman yozuvchining butun ijodiga bevosita va bilvosita ta'sirini o'rganish ekanligi degan xulosaga keladi deb. Demak, ijodkorlar uchun folklor har doim xalqning ma'naviy hayotini bilishning bitmas tuganmas manbai bo'lib kelgan. O'z badiiy ijodini xalq madaniyati elementlari, xalq asarlari, syujetlari, motivlari va obrazlari, stilistik shakllar bilan boyitishning eng muhim vositalaridan biri bo'lganligini Sertan qayd qilib o'tadi. Ikkinchi bobning ikkinchi fasli ilk o'zbek romanlarida integrativ folklorizmlardan foydalanish maqsad va vazifalari deb nomlangan. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani ilk o'zbek romani bo'lib, unda to'y tasvirida etnografik folklorizm sifatida alohida o'rin berilgan. Romanda keltirilgan qizlar vazni, yonib tutib olish, nikoh singarilar asarning milliyligini ko'rsatuvchi muhim o'rinlar hisoblanadi. Shunda etnografik folklorizmlardan biri kumush ko'zdan vakolat olish tasviridir. Adib o'z asarida kuyov keldi, kuyov ko'rdi, mahr berish singari o'yinlarni amalga oshirishini tasvirlaganki, Sertan ushbu folklorizmlarni hech birini e'tibordan chetda qoldirmagan. Efrotdan Chaya romanida qarshi quda, boshining chiqilish, aql to'y degan to'y turlari tilga olingan. Demak, romanning bir qismi to'y arafasida deb nomlangani, bu qismda xonning sovchilari ikkinchi marotaba kelib to'y vaqtida tayinlashi, juma kuni Maxtumning uyiga to'y ijro qilinishi, marosimdan so'ng Ra'no o'rdaga yuborishi muhokamasi keltiriladi. Demak, shulardan yana bir asarlardan biri Oybekning Sulqon romani. Mazkur asarda yozuvchi alohida ta'kidlab o'tganidek, urf odat va an'ana go'yo jadvalga yozilgandek ma'lum tartib bilan davom etishini qayd qilib o'tiladi. To'y kelishi, soch tilash, oilaga boqish, tug'di, kelin salomlar, hokazo folklorizmlarni bildirganki, Sertan bu borada juda ko'p izlanganligini ko'rsatadi. Demak, ikkinchi bobning 3-fasli istiqlolgacha va istiqlol davri romanlarida etnografik folklorizmlar estetikasi deb nomlangan. Demak, Said Ahmadning Ufq trilogiyasi, O'tkir Hoshimovning Eshik orasi, Tushda kechgan umrlar kabi romanlarida etnografik folklorizm ko'rinishlariga e'tibor qaratilgan. Masalan, Eshik romanida Sertan buni tahlil qilar ekan, shunday so'zlarga e'tibor qaratadi. Qarasam, hovli o'rtasida lovillab gulxan yonyapti. Dadamning alanga atrofida 3 marta aylantirish. Demak, bunda to'y voqealigi, kelin-kuyovni gulxan atrofida aylantirish dumi yosh muzaffar tilida hikoya qilinadi va Sertan bunga alohida e'tibor qaratadi. Yozuvchi shular orasidan kelin salom challari, sovchilik, ma'lum oshi kabilar bilan bog'liq bir muncha tasvirlarni keltirganki, bu Sertan nazardan chetda qolmagan. Demak, istiqlol davrida yaratilgan romanlar milliy an'analarimiz o'ziga xosligini ochib berish jihatidan badiiy estetik ahamiyat kasb etib, o'quvchilar qalbida milliy ruhni uyg'otishga ta'sir ko'rsatadi. Bu jihatdan Luqmon Bo'rixonning Jaziramadagi odamlar romanidagi to'y tasviri bilan bog'liq etnografik tasvirlar Sertanning diqqatini tortadi. Shulardan biri shahardan qishloqqa kelin olib kelish tasviridir. Bu romanda to'y ziyofati yoki to'y bazmi birikmasi o'rnida rus tilidan olingan vecher so'zi qo'llanilgan. Demak, ammo bu so'z xalq tilida ishlatiladi, adabiy tilimizda o'zlashmagan haqiqatan shunday. To'y dasturxonining bezatilishi to'y egalarining buyuk farosatini ko'rsatib turadi. Jaziramadagi odamlar romanida bu jihatdan qishloq to'yining shahar to'yidan chiroq qolishmasligini tasvirlangan. Og'ay Murodning yulduzdan mangu yonadi asarida ham qishloqlarda to'yga chorlov, to'y jaksining nutqi ketilganligini e'tiborga tortadi. Demak, shundan istiqlolgacha bo'lgan hamda istiqlol davrida yaratilgan romanlarda etnografik folklorizmlarning o'z o'rniga ega bo'lib, o'z estetikasi bilan ajralib turgan. Dissertatsiyaning 3-bobi qahramonlar milliy xarakterni ochishda yozuvchilarning etnografik folklorizmlardan foydalanish mahorati deb nomlangan bo'lib, uning birinchi fasli etnografik folklorizmda etnos, urf odatlari tasvirining aks etish prinsiplari deya keltirilgan. Etnos tushunchasida
ruschasi anglashiladi. Yer shari xalqlarining hayot va madaniyatiga kelib chiqishi, yashash tarzi va urf-odatlari demak etnografiya deb yuritiladi. O'zbek yozuvchilarining barchasi o'zbek xalqining milliy psixologiyasini ochib berishga intilar ekan. Buning uchun uning turmush tarziga xos ifoda va tasvirlardan keng foydalanganligi namoyon bo'ladi. O'zbek ma'rifatchilik adabiyot sanalaridan Zokirjon Xolmuhammado'g'li qo'lqat yaratgan 4 ilmiy asarda uchtasi etnografik xarakterda ekanligi, bular to'y tasviri, gap tarixida, aza tarixidagi kabi asarlar ekanligi dissertant tomonidan ma'lumot sifatida keltirib o'tilgan. Demak, xalqning marosimlari, urf-odatlari, ular orasida singib ketgan turli ilm-sirimlar, ijtimoiy hayot va turmush tarzi bilan bog'liq bo'lganligi uchun etnografik motivlar deb hisoblanadi. Etnografik folklorizmlar, etnografik ma'lumotlar asosida yaratilgan etnografiya tasvirlari bo'lib, ular xalq turmushining turli jabhalarini motivlashtirish orqali hosil bo'ladi. Demak, O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari qissasida keltirilgan sovchilar hikoyasida, tarkibda shu qissa tarkibida keltirilgan sovchilar hikoyasida to'ydan oldin kuyov tomonidan qiz tanlovga uzatiladigan sovchilarni sovchilik uzumi yoritilgan. Asarda aytilganidek, sovchi degani keladi, so'raydi, surishtiradi. Shu o'rinda yozuvchi eski va yangi zamon sovchilarini yashirin ravishda qiyoslaydi. Ushbu asarda sovchilik bilan bog'liq rivoyat ham o'rin olgan. Demak, folklor millatni va umumiy etnik guruhni tasvirlovchi universal ma'lumotlar saqlanib qolgan shakl sifatida namoyon bo'ladi. Uning salohiyati juda keng bo'lib, u nasr yozuvchilariga o'z asarlarini badiiy bejash, g'oyaviyligi va qalbchiligini ta'sirchanligini oshirishda katta imkoniyat yaratadi. 3-bobning 2-fasli qahramon va personajlar milliy xarakteri hamda psixologiyasini ochishda etnografik folklorizmlarning roli deb keltirilgan. Yozuvchilar ko'pincha asar qahramoni personajlarning o'y kechinmalari, xarakter xususiyatlarini ochish uchun turli etnografik detallar, to'y yoki aza marosimining ba'zi uzun yo izmlar tasviridan foydalanish kuzatiladi. O'zbek romandavisi Abdulla Qodiriy o'zining mehrobdan asari voqealarni rivojlantirishda hayotiy, ya'ni mudhish voqealariga, tarixga, etnografik ma'lumotlarga tayanganini ta'kidlaydi. Oybek Qutlug'dan romanida Nuri Musoning o'y kechinmalari va xarakter xususiyatini demak, xarakter xususiyatini ochish uchun adib to'y detallaridan foydalanishni misol qilib ko'rsatish mumkin. Roman va qissalarda etnografik folklorizmlar asar syujeti tarkibida muayyan epizodlarni tashkil qiladi yoki ularning ichida alohida tasvir bo'lib keladi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida qizlar va kutilmagan baxt tasvirlari bunga misol bo'la oladiki, dissertant bularga alohida e'tibor qaratgan. Oxirgi 3-bobning yakunlovchi 3-fasli o'zbek romannavislarining etnografik folklorizmlarni shakllantirish mahoratiga xos individual belgilar deb atalgan. Juda ko'p adiblarning asarlarida ijtimoiy turmush voqealiklarini real aks ettirishga xizmat qiluvchi etnografik folklorizmlarga murojaat qilingan. Demak, dissertant o'zbek asarlarida tasvirlangan urf-odatlarni amal qilish davriga qarab ishga ajratadiki, bular birinchi, hozirgacha ijtimoiy, madaniy turmushda davom ettirilayotgan urf-odatlar. Bunga Said Ahmadning To'yboshi hikoyasi shu mavzu doirasida ekanligiga dissertant e'tibor qaratgan. Ikkinchi, hozirgi turmush uchun eskirgan urf-odatlar. Bundan epizodlar ko'proq o'tgan asrning boshlarida yaratilgan asarlarda bunday epizodlar uchraydi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanidagi Otabek tomonidan turmushga maqul belgilanishi tasvirlangan parchani misol qilib oladi. Uchinchi, ruslar ta'sirida kirib kelgan urf-odatlar. Alo. Demak, ruslar ta'sirida kirib kelgan urf-odatlar bunda kishilarning qo'liga spirtli ichimlik solingan qadahni ko'tarib qaysidir erishgan yutuqni olqishlar, nutq so'zlash odatini misol qilib keltiradi. Bunga Luqmon Bo'rixonning Jaziramadagi odamlar asariga murojaat qiladi. Aslida xullas badiiy asar tarkibidagi etnografizmlar milliy qadriyatimiz sifatida
an'anaviylashgan marosim va urf-odatlarimiz haqidagi tushunchalarni avloddan avlodga yetkazishga vosita bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda mazkur dissertatsiya o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlar tizimida tutgan o'rni, spetsifikasi, shakllanish omillari, taklidi, badiiy estetik vazifalari, yozuvchi uslubiy mahoratini belgilashdagi ahamiyatini anglatishga qaratilganligi bilan alohida ilmiy ahamiyatga ega. Dissertatsiyaning yakunida umumiy xulosalar keltirilgan. Dissertatsiya kuchli ilmiy apparat asosiga qurilgan bo'lib, ilmiy jihatdan izchil va ravon yozilgan va yakuniga yetkazilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, dissertant ish yuzasidan seminar muhokamasida qatnashib bo'lgan edim. Shu muhokamada bildirilgan takliflardan o'rinli xulosa chiqargan va kamchiliklarni bartaraf etgan. Jumladan biz tomonimizdan taklif bildirilgan mavzuga doir oxirgi yillarda himoya qilingan dissertatsiyalarni topgan va dissertatsiyaga kiritganki, men o'zimni uni alohida aytishim kerak. Masalan, Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengashda himoya qilingan o'sha Sarvar Otajonov va Lavla Qamandarovalarning dissertatsiyalarini shaxsan o'zimdan so'rab olib, unga murojaatlarni bu yerda keng ko'rdim. Shuningdek, ishda bayonchilikdan chekinilib ilmiy tahlillar kuchaytirilgan. Dissertatsiya shunday bo'lsa ham dissertatsiya yuzasidan ayrim taklif va mulohazalarni aytib o'tishni o'rinli deb hisoblayman. Birinchidan, nazarimizda mazkur dissertatsiyada to'y, aza, ibodat, kasallikni davolash, biror bir mushkulotni yechishlarni tajriba asarlarida tilga olingan, chunki bizda tumani qalimni tajriba qilib qirqcha qalim deb beradi. Birinchi faslida sovchilik mavzusida Gulxoniyning Zarbul Masal asari ham keltirib o'tilgan. Nazarimizda bu asarni keltirib o'tishning zarurati yo'q. Beshinchidan, ma'lumki to'y marosimi Abdulla Qodiriyda ham, Tog'aymurodda ham tasvirlangan. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlarda to'y tasvirini milliy ruh nafasini to'y tasviriga milliy ruh nafasini singdirgani holda to'laqonli tasvirlab bergan. Shu o'rinda Tog'aymurod ham o'z asarlarida, masalan, Oydinda yurgan odamlar, mana shu an'anani yangicha qarashlarda davom ettirdi va go'zal va betaklar asarlar yaratdi. Ularga toplangan holda ishda etnografik folklorizmlarning Abdulla Qodiriyda Tog'aymurodgacha davrdagi yangilanishi, taraqqiyoti masalalariga e'tibor qaratishda ishning ilmiy qimmati yanada oshgan bo'ladi. Ushbu fikrlarimiz albatta taklif va tavsiya xarakterida bo'lib, ishning ilmiy qimmatiga soya solmaydi. Umuman olganda, Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi To'rayeva Iroda Shermatovaning 10.02 o'zbek adabiyoti hisobligidan o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlarning vaziyatga mohiyati va vazifalari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish yozilgan dissertatsiyasi tugallangan ish bo'lib, Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari oldiga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va dissertatsiya muallifi To'rayeva Iroda Shermatova filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat ustozlar. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Bunisi elektrosini yoqqaningizni qattiq munosabat bildirish uchun sizga tashakkur etaman. Hamkorlashimizga tahdid berib rasmiy apparatlik qilgan filologiya fanlari doktori professor hurmatli ustoz Sariyev Sanatjon Machoboyevga o'zimiz samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rasmiy apparatligimiz tomonidan bildirilgan mulohazalar, takliflar va ko'rsatilgan kamchiliklar o'rinli albatta. Ularni keyingi izlanishlarimiz jarayonida o'ylab ko'ramiz va inobatga olamiz. Birinchi, xalq tabiatlari asosida shakllangan etnografik folklorizmlarning o'zbek dramaturgiyasida o'rnini o'rganishga qaratilganligi mavzuning juda keng qamrovli bo'lishiga olib kelgan.
Vaholanki aza va ibodat yoki dalobatning o'zidangina tadqiqot ishi olib borish mumkin degan fikr bo'yicha gapiradigan bo'lsak, haqiqatdan ham mavzuda to'y, aza, ibodat, kasallikni davolash kabi xalq hayotining muhim marosimlari o'rganilgan va bu elementlarning har biri mustaqil tadqiqot mavzusi bo'lishi mumkin. Biroq ushbu dissertatsiyada asosiy maqsad etnografik folklorizmlarning o'zbek romanlarida qanday ko'rinishda va qanday funksional yuklama bilan aks etishini aniqlash bo'lgan. Shuning uchun bitta mavzuga doiralashtirish emas, balki etnografik folklorizmning turlari va ularning umumiy tizimi asosida tahlil qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Ikkinchi, Xorazmda qalam masalasi ayrim vohalik ijodkorlarning hijriy asarlarida kulgi ostida olingani, shu kabilardan kelib chiqib, etnografik folklorizmlar tahlilida hududiylikka e'tibor qaratish mumkinligi borasida bildirilgan taklifni keyingi izlanishlarimizda e'tiborga olamiz. Mazkur dissertatsiyada esa asosiy e'tibor etnografik folklorizmlarning qanday tur va ko'rinishlar orqali romanlarda aks etishini aniqlashga qaratildi. Shuning uchun ham ularni avvalo xalq mentaliteti doirasida yoritishga intildik. Uchinchi, birinchi bobning birinchi fasli va ikkinchi bobning birinchi fasllari orasida mohiyatan bir xillik seziladi degan fikrga javobimiz shuki, birinchi bobning birinchi fasli folklorizmlar tizimida etnografik folklorizmlarning o'rni va spesifikatsiyasi ko'proq nazariy tasnifiy xarakterga ega bo'lib, unda folklorizm tushunchasi, uning turlari, xususan etnografik folklorizmlarning adabiyotdagi umumiy o'rni va tasnifi asosida berilgan. Ikkinchi bobning birinchi fasli esa badiiy asarlarda to'y mavzusining etnografik folklorizm sifatida berilishi konkret badiiy masalalar tahliliga bag'ishlangan. Bu yerda allaqachon aniqlangan etnografik folklorizm turlari ichida to'yga va unga oid motivlar asosiga olingan ularning badiiy ifodasi kontekstual obrazlar tizim va kompozitsion qurilish doirasida tahlil etilgan. Demak, birinchi fasl nazariy metodologik asos, ikkinchisi esa amaliy badiiy tahlil asosida yaratilgan. Mohiyatda ular bir-birini to'ldiradi, ammo ilmiy yondashuvda turlicha vazifani bajaradi. To'rtinchi, hurmatli opponentimiz 3-bobning birinchi faslida sovchilik mavzusida Gulxaniyning Zarbul Masal asari ham keltirib o'tilgan. Nazarimizda bu asarning keltirib o'tishining zarurati yo'qdek deb hisoblaydilar. Bizningcha Gulxaniyning Zarbul Masal asari mumtoz asar sifatida xalqimizning qadimiy an'analarini o'zida ifodalaydi. Sovchilik va boshqa urf-odatlar o'zbek xalq madaniyatining bir qismidir. Shuning uchun asarni dissertatsiyada keltirishni lozim topdik. 5. Tog'aymurodning Oydinda yurgan odamlar asaridan ham foydalanish taklif qilingan. Bu asardan xabarimiz bor. Unda o'ziga xos yangicha qarashlar va zamon bilan uyg'unlashtirilgan yangi uslubdagi to'y mavzusi tasvirlangan. Bu asarda to'yni o'tkazilish tarzi va unga nisbatan munosabatlar, an'anaviy qadriyatlar bilan bir qatorda zamonaviy fikrlash va turmush tarzining aks sadosi sifatida ko'rsatiladi. Yangi izlanishlarimizni biz buni albatta inobatga olamiz. So'zim yakunida yana bir bor kamtarona ishimizga taqiz berib, rasmiy opponentlik qilgan ustoz, Urganch davlat universiteti professori, biologiya fanlari doktori Sariyev Sanarjon Matjonboyevichga samimiy tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Rahmat, omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Dissertatsiya bo'yicha kimda qanday fikr mulohazalar bor? Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, a'zolari, televizor orqali ko'rib turgan ustozlar, avvalambor mana bugungi kengashimizda ikkita muhim mavzudagi, hayotiy, amaliy mavzudagi ikkita dissertatsiya qilinadi. Men bugun mana shu himoya jarayonlariga tashrif buyurgan qarshilik do'stlarimiz bilan xush ko'rdik deyman. Mana Xurshidxonni, Shahnozaxonni xush ko'rdik deyman. Darhaqiqat mana birinchi ish ham shu muomalalik haqida edi. Bu bevosita bizni hayotimizning asosida yotadigan, bizni olimligimizni, insonligimizni ko'rsatadigan bir fazilat deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan juda bir hayotiy mavzudagi ish bilan men Xurshidxonni, ularning shogirdlarini, Xurshidxonni tabriklayman.
qolaversa mana bu hozir muhokama qilingan, himoya qilingan ish ham bevosita o'sha bizni hayotimiz bilan nima uzviy bog'langan masala, uzviy bog'langan mavzu. Chunki etnografik folklorizmlar asrlar o'sha davrlar o'sha xalqimizni hayotida yashab kelayotgan o'sha urf-odatlar, udumlarni o'zida aks ettiradi va shu udumlar, shu urf-odatlarning badiiy asarga ko'chish jarayoni va o'sha folklor va yozma adabiyot bilan bog'liqlikda shu aspektda tekshirilganligi bu ishning yangiligini ko'rsatadi. Men darhaqiqat bu yerda mana ikkita mutaxassis olimni taqrizlarini eshitdik, chiqishlarini eshitdik va ishni o'sha ilmiy ahamiyati, amaliy ahamiyati, nazariy jihatlari haqida asosiy fikrlar aytildi, takliflar aytildi, mulohazalar aytildi va bu albatta mana shu folklor va yozma adabiyot yo'nalishidagi ishlar bugungi kunda bir jadal tusga kirgan bir davrda nazarimda bunday tadqiqotlarga ehtiyoj katta. Demak, shu nuqtai nazardan ishni yana bitta fazilatdan ta'kidlayman. Ishda asosan katta e'tiborga mansub roman janridagi asarlar tanlangan va Abdulla Qodiriydan va bugungacha bo'lgan hatto o'sha Luqmon Bo'yruxonning Jaziramadagi odamlar degan asarlarigacha tanlanganligi bu tadqiqotchining o'sha badiiy materialni sinchiklab o'qib chiqqanligini, chunki har bir asardagi o'sha aynan etnografik nuqtani topishni o'zi bitta masalan hikoyani o'qishga odamga ko'p vaqt ketmaydi, lekin romanni o'qish uchun kerak bo'lsa oylab o'tirish, oylab o'sha misollarni topishga to'g'ri keladi. Shu nuqtai nazardan juda katta badiiy materialni ko'rib chiqqan tadqiqotchi. Keyin men endi ishni jarayonidan xabarim bor, chunki iroda juda ham bir mashaqqat chekib o'sha mana Buxoro Qarshi o'rtasida qatnab erinmasdan shu o'rayib qachon qarasam shu ishini ko'rish kerak deb shuncha boshdan kelibdi, ana shuncha 30 bet yozib ketdi, 50 bet yozib ketdi deganlardan xabarim bor. Shu ma'noda juda bir zahmatkash tadqiqotchi va bugun mana Qarshidagi bir ajoyib shahardan bizni o'sha ko'nglimiz, qalbimiz yaqin bo'lgan o'sha universitetdan, o'sha shahardan bugun ikkita ish himoya qilinayotgan, men nazarimda bizani kengashimizga ham bir nufuz olib keladi, obro' olib keladi va har ikkala ishni ham o'sha bir yuqori darajada bajarilganligini ta'kidlayman va har ikkala ilmiy rahbarni, Xurshidaxonni, mana yosh olimlar birga ketma-ket jarayonlarda qatnashganmiz, Toshkentlarda o'sha ilmni zahmatlarini birga chekkanmiz Xurshida bilan va mening o'sha zahmatkash bir olima do'stim, ustozim Darmonay Saidahmedovnani mana bugungi bir katta muvaffaqiyat bilan tabriklayman va shu yerda o'tirgan barcha ilmiy kengash a'zolarini, Zoomda o'tirgan ustozlarimizni mana shu ishni ham yodlab, ovoz berishlarini, qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Ilmiy Darhaqiqat Madonna To'ray va Irodaxonning o'zbek romanlarida etnografik folkloristlarning badiiy estetik mohiyat va vazifalari nomli dissertatsiyasi e'tirof etilganligi dolzarb mavzu deb aytish mumkin. Bu mavzuning dolzarb bo'lib kelishining o'ziga xos asoslari bor. Darmonay Saidahmedovning vosita bu mavzuga demak, dissertatsiyani amalga oshirish shu ma'noda ishlatish kerak. Umuman olganda folklorizm masalasida muayyan bir ilmiy nazariy qarashlar vujudga kelgan va shundan kelib chiqgan holatda bunga bitta sifatlar etnografik folklorizmlar yo'nalishida masalani o'qilganiga qaramay va dissertatsiyaning birinchi bobini birinchi faslida ham aynan ana shu etnografik folklorizmlar masalasi juda teran holatda tasnifiy belgilar bilan o'rganilganiga ahamiyat. Mana bu yerda tadqiqotlar shunday o'rganganimizdan tasnifiy belgilar ko'rib o'tilgan va bu etnografik folklorizmlarning eng katta ko'rinishi ikkita jihatda namoyon bo'lishi, to'y marosimlar va ta'ziyalar marosimlarda namoyon bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan jihatlar asosida holatda tahlillar asosida ochib berilgan. Keyingi masalada esa
Ikkinchi bobimizda ham muhim xususiyatlari shundan iboratki, tadqiqotchi ilk romanlardan boshlar aynan shu etnografik aforizmlarni materiallar topa boshlagan va asosli holatda fikrlarni, mulohazalarni amalga oshira boshlagan. Buni yana bir jihati dissertatsiyaning aynan ikkinchi bobida masala nihoyatda aniq qo'yilganligining ahamiyati, ya'ni o'zbek romanlarida etnografik aforizmlarning foydalanish tajribasining tadrijiy takomili deb tugatmaydi. Tadrijiy takomilning belgilari degan holatda beriladi va bu aniqlikni kasb etadi va aniqlik asosida masalaning mohiyati ochib beriladi. Keyingi holatlarda boyagi o'tganidek, ilk romanlar misolida endi esa buni o'tgan asrning 80-yillari va istiqlol davridagi romanlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar tahlillar asosida ochib berilgan va etnografik aforizmlarning personajlar nutqidan namoyon bo'lishi ham alohida estetik xosislarga qaralgan va ularning muhim jihatlari tahlillar asosida demak ko'rsatib o'tilganligining ahamiyati. Ularning barchasi ilmiy rahbarlar ham serkamni ham masala mohiyatini keyin anglagan holatda muayyan bir tizimli asosida ishlaganligidan dalolat beradi. Albatta, va bu chiqishlar asosida ham ko'rib o'tdik. Oponentlarni mulohazalarni shundoqgina qabul qilmayapti. Ya'ni masalan, tavakkal eladigan o'tkazilgan holatda munosabatni berayotganligini ahamiyatga sanaladi. Ayni cho'qda ba'zi bir istilohlar bilan bog'liq bo'lgan masalalarda ozgina muammolar ko'rinadi. Mana masalan, ilk romanlar bilan bog'liq bo'lgan fikrlarga aytilgandan keyin istiqlolgacha degan qo'llanishlar ozgina alamizroq bo'ladi. Istiqlolgacha desa boshdan ketib qoladi. Men nazarimda bu istiqlol arafasidagi istiqlol davri romanlarida deyilsa, chunki bunda masalan shu qadriyatga keladi. Bu yerda 80-yillarning ilk romani nazarda tutiladi. Aynan shu holatda e'tirof etilgan bo'lsa, yana mohiyat ochib beriladi. Mana avtobiografiyani qarashdim, endi Gulxaniy Nazarov masalada boshqa hikoyalar bilan bog'liq bo'lgan masalalarda jiddiy ichida rostlayman, lekin bir narsaga e'tibor qaratish kerakki, roman tahlil qilinayotgan paytda boshqa janrlarga shundoq islamiy o'tilish hodisasi tahlil emas. Islamiy o'tilish hodisasi qiyos masalaga ochib beradi. Men nazarimda bu yerda Gulxaniyning Nazarov masala qo'yish nuqtai nazaridan bir boshqa tahlil qilinmayapti-da. Va bu mohiyatni ochib berish nuqtai nazaridan ahamiyatli. Men nazarimda bu ham o'zini oqlaydi va kengash a'zolarining o'zidan o'qishimizni ham ana shunday ilmiy darajani olishga munosib deb qo'yishlarini so'raman. Rais ikki og'iz so'zlamoqchi. Otabekjon Shukurov, marhamat. Bugun Buxoro davlat universiteti uchun ham, Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universiteti uchun ham, qolaversa Qarshi davlat universiteti uchun ham quvonchli kun. Sababi bugungi kengashda himoya qilayotgan 2 nafar dissertant ham Qarshi davlat universitetida tahsil olgan, Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universitetida dars berishadi, faoliyat yuritishadi. Turay va Iroda Shermatovlarning o'zbek romanlarida etnografik folklorizmlarning badiiy estetik mohiyati va vazifalari bo'yicha dissertatsiyasi mazmuni haqida ekspertlar iliq munosabatlarini bildirishdi. Men ham ularning fikrlarini to'la qo'llab-quvvatlayman. Dissertantni ham, u kishining ilmiy rahbari professor Urayeva Darmonoy Saidahmedovlarni ham bugungi muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Hurmatli kengash a'zolari esa dissertantni qo'llab-quvvatlashadi degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasi tarkibini saylab olishimiz kerak. Shunday bir takliflar tushyapti. Demak, hisob komissiyasi tarkibiga quyidagilar kiritilsin degan taklif bo'lyapti. Demak, Jo'rayeva deb ishlayman. Bekova Nazora Jo'rayeva, Yusupova Ra'no Norboyeva kiritilsin degan takliflar bo'lyapti. Fikrlaringiz? Ma'qul bo'lsa qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Endi bitta masala qolib ketibdi, munosabat masalasi. Agar eshitamiz-mi? Munosabat bilan ishlaydi keyin charchayman. Ustoz bilgan takliflaringiz, bergan xulosalar uchun sizga katta rahmat. Filologiya fanlari doktori Dilrabo Quvvatlarga, Ismoilbek Eshonqulovga, Otabek Shukurovga minnatdorchiligimni bildiraman va ular bildirgan takliflarni keyingi ilmiy izlanishlarimizda albatta inobatga olamiz ustoz. Rahmat. Bo'lmasa demak bir 5 minut qanaqa hisob komissiyasi faoliyatini boshlashimiz mumkin.
kengash a'zolari demak yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'zni hisob komissiyasi raisiga beramiz. Marhamat. Hurmatli assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, hisob komissiyasi majlisining bayonnomasida saylangan komissiya tarkibiga berish kerak. Komissiya to'rayli hisoblashga qolgan hamlar bo'yicha falsafa doktori medalini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin bergan holda sanashni saylangan. Ilmiy kengash tarkibiga olib ishlaringlarni tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga har qiluvchi ovoz huquqidan qo'shimcha ravishda kishi kiritilmagan. Majlisning kengash a'zolaridan 19 kishi, shu jumladan qiruvchi nafar fan huquqlar qatnashdi. 19 ta bulletin tarqatildi, 2 bulletin tarqatilmay qoldi. Jadval 9 ta bulletin bo'lgan aniqlandi. Ovoz berish natijalari quyidagicha. To'rayli yig'ildi shekillantirilgan ularga fanlar bo'yicha falsafa doktor PhD darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 100%, qarshilar yo'q, demoqchilik to'plagan bulletinlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Jo'rayeva Shamsirovna, komissiya a'zolari Beknazar Jo'rayevna hamda Yusuf Rahmon Mavloyevalar. Demek hurmatli kengash a'zolari va komissiyasi bayonnomasini tasdiqlab olishimiz kerak. Agar kimga rozi bo'lsa, pultlar tasdiqlab berishlari kerak. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Endi kengash xulosalasi loyihasi muhokamasiga qanday ularga berilgan qanday fikrlar ma'qul bo'lsa, pultlar tasdiqlab berishlari kerak. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q bo'lmasin. Endi demak talabgorning o'z dissertatsiyasi natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ishlab chiqqan tavsiyalar muhokamasiga qanday demak nimalarni tavsiyalarini berilgan. Sizlarga fikrlaringiz qanday? Ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa pultlar tasdiqlab berishlari so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Endi demak ilmiy kengashning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish to'g'risidagi qarorini o'qib eshittiruvchi so'zni ilmiy kengash topib beradi. Masalan, Buxoro davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja berishi disiplinlar 03.04.2022 raqamli ilmiy kengashning qarori. To'rayeva Iroda Kelanovatovning o'z nomini lozimcha o'zbek adabiyotida o'zbek romanlarida etnografik konkretizm, badiiy estetik, mohiyat va falsafalar bilan taqdim etgan dissertatsiyasi uchun hisob komissiyasi xulosasiga ko'ra unga filologiya fanlaridagi falsafa doktori ilmiy darajasi berilsin. qaror loyihasi bo'yicha qanday fikr bo'lardi bor? Ma'qul bo'lsa pulga tasdiqlab berishlari kerak. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Endi demak nimaga demak oxirgi so'zni yakunlovchi so'zni dissertatsiya beramiz. Havola-oshimizga e'tibor berib, o'z fikrlarini bildirganliklari uchun rasmiy opponentlarimiz filologiya fanlari doktori Rayvon Sharipova Muzayevaga, filologiya fanlari doktori professor Sariyev Sanarjon Manchonboyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning taklifi va fikrlarini keyingi ishlarimizda albatta e'tiborga olamiz. Muhtaram rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ushbu kamtarona ishimizning yuzaga kelishida o'z maslahatlarini ayamagan, qo'llab-quvvatlagan hurmatli ustozim, filologiya fanlari doktori professor Darmonoy Urayeva Saidahmedovnaga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Men ilmiy kengash raisi, filologiya fanlari doktori professor Yoqub Saidovga, ilmiy kengash ilmiy kotibi, filologiya fanlari doktori professor Ato'g'li Ahmedovga dissertatsiyamga doir hujjatlarni shakllantirishda hamda himoyagacha bo'lgan o'tgan bosqichlarni va bugungi himoyani tashkil qilishda juda katta amaliy yordam ko'rsatganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar raisi, filologiya fanlari doktori professor Dilshod Rajabovga, ilmiy seminar kotibi Shohsanam Davronovaga, ilmiy seminar a'zolariga, shuningdek himoyada qatnashayotgan barcha kengash a'zolariga samimiy tashakkurimni izhor qilaman. Shuningdek, universitetimiz rahbariyatiga, barcha ilmiy xodimlarga, oila a'zolarimga, ishonch bildirgan ustozlarimga,
Xullas, barcha yaqinlarimga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik tilayman. Hamisha sog' salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, avvalo mana shu siyosat yurida ko'rayman, Abdulmir rahmat darvoza yurayman, bugungi muvaffaqiyat himoyasidan chin qalbimdan tabriklayman. Shu bilan birgalikda mana oldingi bir kengashimizda bir opponentlik qilgan kengash faoliyatidagi xizmatlari uchun Gulib Toyirova, Ra'no Davlatova, keyin Layloxon Sharipova va Sanatjon Sariflarga katta rahmat deyman. Kengash a'zolariga mana shu sabr toqatlari bilan mana shu bugungi kengashni o'tkazganlari uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.